بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين oldingi suhbatimizda tahorat fazilatlari haqida gaplashdik va tahoratga beriladigan dunyo oxiratdagi mukofotlar haqida hadislar dalil qilib gaplashib chiqdik. Bugungi suhbatimiz inshaalloh tahoratning farzlari va vaqtimiz yetsa sunnatlari haqida ham gaplashamiz. Biz sunnatni o'rganib borar ekanmiz, payg'ambarimiz alayhissalom qanday mukammal tahorat qildilar? Biz payg'ambarimiz alayhissalomdek tahorat qilishimiz uchun bu yo'lni bilishimiz kerak. Demak, bugungi suhbatimiz tahorat farzlari va inshaalloh vaqtimiz yetsa sunnatlar haqida ham gaplashamiz. Qisqa yo'lda gapiramiz. Tahorat farzi 4 ta. Mana shu 4 ta farzni ham yodda olish kerak. Chunki shu 4 ta farzdan bittasi bajarilmasa tahorat bo'lmaydi. Namoz bo'lmaydi. O'shaning uchun 4 ta farzni mukammal bajarish kerak va uni yonida ziynat bo'lib turgan sunnatlarni ham go'zal bajarish kerak. Agar 4 ta farzni zo'r bajarmasdan bittasi qolib ketib, sunnatlarni, mustahablarni, odoblarni zo'r bajarsa, u mukammal tahorat bo'lmaydi va tahorat deyilmaydi. Birinchi farzlarni barpo qilinadi. Eng asosiy nuqtasi mana shu. Undan keyin sunnatlar, mandublar, mustahablar va makruhlardan ehtiyot bo'linadi. Agar farzlarni barpo qilinmasa, u tahorat deyilmaydi. Tahoratda farzi 4 taligi Qur'oni Karim oyatlari bilan sabit bo'lgan. Tahoratni namoz uchun farzligi Qur'oni Karim oyatlari bilan sabit bo'lgan. Demak, biz Qur'oni Karimga murojaat qilamiz. Moida surasi 6-oyat. Alloh azza va jalla aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar deyapti Alloh. Bizga iymon keltirganimizni eslatib, ho iymon keltirganlar, agar namozga tursalaringiz yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklari bilan yuvinglar va boshlaringizga mahs tortinglar va oyoqlaringizni oshig'i ka'ablari bilan birga qo'shib yuvinglar deb Alloh buyruq berdi. Mana shu oyatda 4 ta a'zoni yuvishni Alloh buyuryapti. Demak, tahorat farzi shu oyatga muvofiq 4 ta. Farz nima o'zi? Farz qat'iy dalil bilan sabit bo'lgan narsa deyiladi. Uni bajarish majburiy. Kim bajarmasa gunoh kabira qilgan bo'ladi. Kim uni inkor qilsa dindan chiqib ketadi. Bir kishi namozni tahoratsiz ham o'qisa bo'laveradi desa dindan chiqib ketadi. Tahorat 4 ta farzi yo'q desa dindan chiqib ketadi. Nima uchun? Chunki oyat bilan Alloh sabit qilib qo'ydi. O'shaning uchun shu 4 ta farzga o'ta xushyor bo'lish kerak. 4 ta farzni o'ta mukammal bajarish kerak. Shoshqaloqlik qilmaslik kerak. Palapartishlik qilmaslik kerak. Tahorat bu ubudiyat. Bu shunchaki bajariladigan ko'ngil ochar ish emas. Eng katta amalga, namozga olib kiradigan kalit. Agar bu kalit bo'lmasa, kalit zo'r bo'lmasa, qulf ochib bo'lmaydi. Qulf ochilmagandan keyin namoz ado etilmaydi. Namoz ado etilmagandan keyin jannatning kaliti namoz yo'qotib qo'yiladi. Jannat kaliti yo'qotib qo'yilsa, jannatga ham kirib bo'lmaydi. Demak, jannatga biz kirishimiz uchun bu yo'lda tahoratni zo'r bajarishimiz kerak. Chunki Alloh taolo bu tahoratni ilas solat deyapti. Namozga tayyorgarlik deyapti. Iymon keltirganlarga eslatyapti. Moida surasida. O iymon keltirganlar, iymon keltirdingiz, Allohni birdingiz, Rasulni ishondingiz, gaplariga payg'ambar deb qabul qildingiz, oxirat haq dedingiz, endi namozni qoyim qiling. Qanaqa qilib namozni qoyim qiling degan gap chiqyapti. Tahoratni mukammal qilingda iza qumtum ilas solah. O'sha namozda turgan paytingizda tahoratingizni mukammal bajaring, chunki namozingizni qoyimligi tahoratingizni mukammalligiga bog'liq deb Alloh bizni birinchi tahorat qilin deyapti. Iza qumtum ilas solati. Namozga turganingizda deyapti. He maşalloh. Buni qanday tafsir qilishgan ulamolar? Namozga turgan paytda tahorat qilinaveradimi? Bir odam namoz vaqti bo'lib qoldi, tursa tahorati bor. Yana tahorat qiladimi? Yo'q, bu joyda iza aradtum sola. Agar namozni iroda qilishni boshlasangiz, tahoratingiz yo'q bo'lsa, tahorat qiling deb 4 ta farz keltiryapti. O'sha 4 ta farz butun ulamolarimiz tomonidan, jumhur ulamolar tomonidan qabul qilingan. Bittasi ham tushib qolmagan. Hammasi qabul qilingan.
Hanafi, Maliki, Shofiy, Hanbali mazhablarning hammasida tahorat farzligiga jumhur ulamolar ittifoq qilib shu 4 ta farz deb aytishadi. Demak, u farzlarning birinchisi faghsilu wujuhakum. Yuzlaringizni faghsilu bas yuvinglar deyapti. Demak, birinchi bosqich yuzni yuvishlik. Yuz deganda qayerni tushunamiz? Inson ro'paradan qaraganda qaysi a'zolari yuz tarafdan ko'rinsa, o'shalar yuz bo'ladi. Endi bu yuzni biz fiqh kitoblarimizni mutullariga, ya'ni matnlariga murojaat qilib o'rganamiz. Fiqh kitoblarimizni hammamiz yaxshi bilamiz. Huduriy, Hidoya, Kanzul Daqoiq, Muxtasar Luqoya. Ko'pchilikka mashhur bo'lgan Muxtasar Luqoyadagi matn bilan bu joy dalillashtirsak. Inshaalloh niyatimiz bor, qachondir Alloh taolo nasib qilsa, shu Muxtasar Luqoya kitobini ham sharhlash niyatimiz bor. To'la fiqh kitob. Tahoratdan tortib ketaveradi yo'q, namoz, zakot, haj, nikoh ketaveradi. Shularni ham inshaalloh Karim niyat qilib qo'yaveraylik, Alloh taolo ajr berar. Niyat qildik, inshaalloh shuni ham sharhlaymiz, vaqtimiz bo'lsa, umrimiz yetsa. Demak, Muxtasar Luqoyada kelgan matn, birinchi matn mana shu. Kitob shunday ochar ekansiz Muxtasar kitobini, birinchi mana shu matn turadi. Kitabut tahorat deydi, tahorat kitobi. Fardul wuzu'i ghuslul wajhi min ash-sha'ri ila al-udhuni wa asfali az-zaqani wa yadayhi wa rijlayhi ma'a mirfaqayhi wa ka'bayhi wa mashu bi ra'sihi wa kulli ma yasru al-basharata min lihiyatihi. Mana shu joyda tahorat farzlar aytilyapti. Birinchi farz deyishyapti. Muallif, Muxtasar Luqoya muallifi yuzni yuvmoqlik. G'usl deyilyapti. E'tibor bering. G'usl degani nima degani? G'usl degani quyish degani. O'shaning uchun tahoratda eng kamida 2 qatra tomchi oqish kerak. Kimki nam salfetga yuzini artib turib tahorat qildim desa o'tmaydi. Shunchaki namloq bo'lgan latani olib turib yuzini ish qilib olsa-da tahoratim bo'ldi men desa o'tmaydi. Tahoratda eng kamida qatron 2 ta tomchi oqish kerak. Yuzdan ham, qo'ldan ham, jamiki yuviladigan a'zo 4 ta a'zodan endi boshqa mas tortiladi, uni oqish shart emas, chunki mas degani, silash degani hozir o'tamiz. G'usl, yuving degan a'zolarda 2 tomchi o'tish kerak. Bu g'usldan farq qiladi. Tahoratda takror aytamiz, eng kamida 2 tomchi yuzdan, qo'ldan, oyoqdan tomchilab oqib ketish kerak. Shu darajada suv bo'lish kerak. Mana shu suv bilan yuzingizni yuving deyapti Alloh. Darajasi shu bo'lsin. Bu tahorat farzi. O'shaning uchun fardul vuzu deyilyapti. Vuzu deb nega aytyapti? Tahoratda aytilyapti. Nimaga vuzu deyiladi tahorat? Ziyo kalimasidan chiqqan. Inshaalloh buni muxtasarda alohida bir sharhlaymiz. Hozir farzga tegishli bo'lgani uchun to'xtalmaslikning iloji yo'q. Vuzu ziyo kalimasidan chiqqan nur degani. Tahorat insonning yuzida nur paydo qiladi. O'shaning uchun arab tilida vuzu deydi buni. Oldin gaplashdik. Tahorat umumiy tushuncha. Tayammum, g'usl hammasi tahorat ichiga kiradi. Tahorat ham tahorat ichiga kiradi. Lekin vuzu alohida biz namoz uchun qiladigan tahoratimizni vuzu deydi, nur bo'lgani uchun. Yuzimizda bu dunyoda ham nur bo'ladi, oxiratda ham nur bo'ladi. Tahorat qilib doim tahoratda yuradigan odamning yuzi barqib turadi baribir. Yonib turadi, ya'ni go'zal bo'lib yonib turadi. Yorug'lik beradi. O'shaning uchun vuzu deydi. Demak, tahorat farzlarining birinchisi yuzni yuvmoqlik. Yuz deganda qayerni tushunamiz desa, mana aytayaptilar muallif minash-sha'r, sochdan ila uzun quloqqacha va asfali zaqoyn va jag'i tagigacha. Bu chegara, mana shu yuzni chegarasi. Shu chegarada yetmay qolsa tahorat mukammal bo'lmaydi. Soch chiqqan joydan peshona, 2 ta qulog'i yumshoqlari, 2 ta quloq mas chekkalari bilan va mana shu jag'i mashi joy tag qismi. Mana shunda yuvilishi kerak. Endi savol, sochi yo'q odam qayergacha yuvadi desa, asli soch qayerdan chiqqan? O'sha joydan yuz hisoblaydi. Asli insonning sochi qayerdan chiqadi? O'zining sochi qayerdan chiqqan? O'sha joydan boshlab yuz hisoblaydi. Quloq yumshog'igacha va jag'i tagi bilan qo'shib yuvadi. Va ulamolarimiz aytadi, barmoqlari bilan ko'zlarning atroflarini ham kiritib o'tib ketsin. Ko'zni ichiga emas, ko'zni usti qovoqlarini yuvib turib, yuvib ketsin. Burunlarning chekkasi, mo'ylovlarning tepi, pastki qismi, soqollarning atroflari va alohida xossa qolgan tegishli masala keladi. Mana shu yuz qism hisoblanadi va shuni bir marta yuvish farz. Qur'oni Karim oyatlarga muvofiq. Demak, tahoratning birinchi farzini tushundik. Agar shu yuz yuvilmasa, qolgan hamma a'zo zo'r yuvilsa ham, u tahorat o'tmaydi va u bilan o'qilgan namoz bo'lmaydi. Birinchi farz edi. Endi ikkinchisi,
va yadayhi va rijlayhi ma'a mirfaqayhi va ka'bayhi. Bu joyda muallif qo'shib ketganlar. Endi tartibga muvofiq Qur'oni Karim oyatning tartibiga muvofiq qo'llarni tirsakgacha yuvmoqlik. Ila mirfaq, ya'ni mirfaq degan tirsak degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana shu oyat borasida va aydiyakum ilal marafiq deydi. Mirfaq ko'pligi marafiq, ya'ni ikki qo'lingizni yuving ilal marafiq ma'al marafiq degan tafsirda. Ya'ni ulamolarimiz aytadilar, birga degan kalima, ila degan kalima tirsak bilan qo'shib yuviladi. Mana u tirsak chig'anog'i ba'zilar shunda o'zini yuvadi, chig'anoq qo'shmaydi. Bu mukammallikka olib bormaydi. Bu farzki chig'anoqlar bilan qo'shib yuvish ikki qo'lni. Bu ham bir martadan farz hisoblanadi. Undan keyin Alloh taolo oyatda aytayapti: "Vamsahu bi ru'usikum." Boshlaringizga mas tortinglar. Demak, mas tortish ham bir marta. Mas degani silab qo'yish degani. O'shaning uchun Iso Masih deyiladi. Nimaga desa, u kishi o'zlarining davrlarida Alloh taolo bergan izn bilan silab insonlarni tuzatganlar. Va mana shu lug'at bu joyda ham ishlayapti. Lug'at kerak bo'lgani uchun aytyapmiz. Vamsahu deb Alloh buyruq beryapti. Mas tortib qo'yinglar biruusikum, boshlaringizga, ya'ni sochlaringizga, soch yog'idan boshiga bir marta mas tortib qo'yishligi farz hisoblanadi. Agar kimki boshiga mas tortmasdan tahorat qilgan bo'lsa, namoz o'qigan bo'lsa, namozni qaytarib o'qiydi, tahorat mukammal qilib kelib. Qachonki esiga tushib qolsa ham o'sha paytdagisi. Demak, tahorat boshqatdan qilib qaytarib o'qiydi. Chunki farzi bittasi ado bo'lmay qolgan bo'ladi. Va Alloh azza va jalla oyatda aytayapti: "Va arjulakum ilal ka'bayn." Va oyoqlaringizni ka'blargacha, bo'rtib chiqqan joyi. O'zi ko'p deb turib, misol uchun bitta chashka bo'ladi. Piyoladan yuqoriroq, o'shani bo'rtib chiqqan joyi bo'ladi. O'shani ko'p deydi. O'sha idishchalar borda, arab tilida ishlatiladigan, g'alati bir idishlar bor, uni bo'rtib chiqqan bo'ladi. O'shaning uchun Ka'bani ham ko'p kalimasidan chiqqan, bo'rtib turadi yerdan. Bu joyda ham Ka'bayn deyapti. Oyoqdan yuqoriroq qismida, boldirdan pastroq qismida ikkita suyagi bor, bo'rtib chiqqan. O'shalar bilan qo'shib yuvishlik farz hisoblanadi. Bu joyda ba'zi bir nodon insonlar va arjulakumni boshqa yoqqa atf qiladi. Va arjulikum deb turib, vamsahu bi ru'usikumga atf qilib, oyoqqa ham maqs tortsa bo'laveradi deb, oyoqda hech narsa bo'lmasa ustiga maqs tortib turib ketaveradi. Ha desa, mana turibdi-ku oyatda deydi. Ilmi yo'qligi, savodi yo'qligi, ustoz ko'rmagani va bularni oyatlarni mufassirlar bilan birga o'qimagani, faqihlar bilan tushunmagani uchun u go'yoki arab tilini o'rgangan vaqtida ha desa, bu joydagi atf harfi o'zidan oldinga bog'lab beradi deb, oyoqqa ham maqs tortsa bo'laveradi deb, oyoqda hech narsa bo'lmasa ham maqs tortib ketaveradi, yalang'och oyoqda. Bu eng dahshatli holat, o'tmaydi, oyog'i yuviladi. Alloh taolo o'zi aytayapti. Mana shu 4 ta farzi. 4 ta farzni biz mukammal bajaradigan bo'lsak, inshaalloh karim farzlar ado etilgan bo'ladi, qoyim qilingan bo'ladi. Oyatda Alloh buni nozil qildi, bu farz. Ba'zi odamlar borda, juda bir obdon o'tiradi, ko'ylaklarni yechib oladi, zo'r tahorat qilaman deb turib, buyurilib sochiqlarini olib kelib olib, hammani o'ziga qaratib tahorat qiladi-da, lekin farzlarni to'liq bajarmaydi. Bu yomon. Farzni to'liq bajarish kerak, shoshilmaslik kerak. Oyat karimada Alloh nima deb buyurgan bo'lsa, o'sha buyruqni bajarish lozim. Demak, tahorat farzi 4 ta. Yuzni yuvmoqlik, bir marta yuvish farz. Qo'lni tirsagi bilan yuvmoqlik, bir marta yuvish farz. Boshga mas tortmoqlik, bir marta tortish farz. Oyoqni o'sha suyaklarigacha, bo'rtib chiqqan ka'blargacha qo'shib yuvishlik bu farz bo'ladi. Ularga qo'shib yuvilmasa oyog'i ham nima bo'ladi? Mukammal bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom jahannam bo'lsin o'sha oyoqlarga dedilar. Tovoqlarga suv yetmasa, o'sha bo'rtib chiqqan joylarga suv yetmasa, payg'ambarimiz alayhisalom jahannam bo'ladi dedilar. Ehtiyot bo'lish kerak. Subhanalloh. Tahoratni mukammal qilmagan odamga shunchalik va'id turibdi. Hayotda tahorat qilmasdan namoz o'qimay yurgan odamga qanaqa ekan qiyomat kunida? O'sha insonni qo'rqitadi. O'shaning uchun tahoratni mukammal qilinishi lozim, lobit. Chunki oyatda Alloh taolo buni buyurib qo'ydi. Farzlarni o'rgandik. Endi biz sunnatlarga kirishamiz. Tahoratni sunnatlari turlicha bayon qilinadi.
ba'zilarda 13 ta, 11 ta, 15 ta, 19 ta. Endi biz o'sha fiqh kitoblarida kelgan sonlar bilan chegaralanamiz, qo'shimcha sunnatlarni uni odoblar deb turib keyin alohida bayon qilamiz. Fiqh kitoblarida kelgan 11 ta sunnat bor. 11 ta sunnat. O'shalarni bitta-bitta gaplashib, tahlil qilib, sharhlab inshaalloh munozara qilib ketaveramiz. Tahorat sunnatlardan birinchisi niyat qilmoq. Til bilanmi? Qalb bilan. Shariatda qayerda niyat haqida gapirilsa, qalbdagi niyat gapiriladi. Til bilan aytish mustahab, qalb bilan aytish sunnat amallardan. Agar tahoratni niyatini qilmasdan kelsa, sunnat tark qilgan bo'ladi. Tahorat o'tadimi? Tahorat o'tadi, lekin oddiy qilib aytganda savobi foiz darajasi tushib ketadi. Bir odam oyligini ozginagina kech qolishi bilan kamaytirilishiga rozi bo'lmaydi. Men ozgina kech qoldim-ku, deydi-da oyligimni to'liq ber deb talab qiladi. Qiyomat kuni o'sha amallarga beriladigan savoblar to'liq bo'lishi uchun xuddi ishchi o'z vaqtida ishxonasiga kelganidek, bu amallarni ham to'liq to'kis bajarish kerak. Ishxonaga keldi-ku, to'g'ri keldi, lekin o'z vaqtida kelmadi. Farzlarni bajardi-ku, bajardi, lekin sunnat ziynatlar bilan chiroyli go'zal qilmadi. O'shaning uchun farzlarni to'liq bajargan odam sunnatlarga ham to'liq rioya qilish kerak. O'sha sunnatlarning birinchisi niyat qilmoq. Niyatni go'zal qilmoq. Inson namoz ketyaptimi, qalbida namoz uchun tahorat qilaman degan niyat bo'lsin. Aytish shart emas, peshin namozi uchun 4 rakatli farzi, 4 rakat sunnati, 2 rakat sunnati deb gap cho'zib o'tirmasin tilida. Ketyaptimi, obdastdan ushayaptimi, qalbida o'tkazsin, bo'ldi. Mana shu tahoratning niyati bo'ladi. Chunki u namoz uchun tahorat qilyapti. Biz nimaiki amal qiladigan bo'lsak, hammasi Alloh taolo tomonidan ajr beriladigan amallar. Faqat nimaga qaraladi? Niyatga qaraladi. Agar niyat yaxshi bo'lmasa, oxirat amali bo'lsa ham ajr berilmaydi. Niyati yaxshi bo'lsa, dunyo amali bo'lsa ham yaxshilik va ajr beriladi. Buni ko'p gaplashganmiz. Hatto Ibn Nujaym rahmatulloh alayh Al-Ashbah va Nazoir degan kitob yozganlar. Shariatning maqsadlari degan. Ichi to'la qoidalardan iborat. Shariatda jamiki qoidalarni ajib bir kitobga joylab qo'yganlar. Shu kitobning qoidasini birinchi qismi la sababa illa bin-niyya. Savoblar faqat niyatga qarab beriladi degan qoida. Bu shariat qoidasi. Hajga ketyapti bir odam. Niyati yaxshi bo'lmasa, demak u shunchaki sayohat qilib, charchab qaytib keldi. Roza tutyapti, niyati yaxshi emas. Demak u shunchaki och qoldi. Tahajjudga turyapti, niyati yaxshi emas. Shunchaki u charchadi. Va hokazo. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar, niyatga bog'liq. O'shaning uchun tahoratda ham niyat yaxshi bo'lsin. Niyat namoz bo'lsin, inshaalloh karim yaxshi bo'ladi. Alloh bo'lsin, niyat inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bunga sunnatdan dalil bor, ya'ni hadisdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Amirul Mu'minin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Innamal a'malu binniyat. Muttafaqun alayh. Imom Buxoriy, Imom Muslim sahihlarida keltirayotgan hadis. Amallar niyatga qarab baholanadi degan oddiy qilib aytganda. Qiyomat kuni jamiki amallar insonning niyatiga qarab qabul qilinadi. Niyat xo'ja kursullik bo'lsa, ketdi uni savobi. Niyat Alloh bo'lsa, oldi. Bu tahoratda qanaqa bu niyat muhim rol o'ynaydi desa, endi bir ozoda bo'lib yurar ekanman-da desa-yu, lekin namozni niyat qilmasa, Allohga ubudiyatni niyat qilmasa, Allohga bandalikni niyat qilmasa, u odam ajr ola olmaydi. Ajri kamayib ketadi. Niyati buzuq bo'lsa, niyatni esdan chiqarib qo'ysa boshqa masala. O'shaning uchun doim inson hushyor turish kerak. Gohida esdan chiqarib qo'yishi bu tabiiy jarayon, lekin doimiy esdan chiqarishi u yaxshi emas. Esdan chiqarib qo'yapman deydigan odamga telefoningizni esdan chiqarmaysiz-ku. Ertalab nonushta qilishni esdan chiqarmaysiz-ku. Ertalab ko'yning ichida mayka kiyishni esdan chiqarmaysiz-ku. Yoki bo'lmasa mashinangizni ichiga pul solib qo'ydingiz, uni o'sha mashinada qoldirib ketib qoldimi demaysiz-ku. Muhim narsalar esdan chiqmaydi. Tahorat shunaqa muhimlikka o'tsa, u ham esdan chiqmaydi. 1, 2, 3 esdan chiqarsa uzr beradi shariat. Lekin doimiy esdan chiqaraversa niyatni, bu yaxshi emas. Takror aytamiz. Niyatsiz tahorat bo'ladi. Lekin mukammal bo'lmay qoladi. Chunki farzlarni qatoriga qarasangiz, niyat aytilmagan. Mana shundan chiqaramiz. Tahorat bo'lishi uchun 4 ta farz bajarilsa mukammal.
Sunnatlar yana ham mukammallashtiradi. O'shalarning birinchisi niyat. Niyat bo'lmasdan tahorat qilib qo'ysa ham tahorat o'taveradi. Misol uchun yana bitta masala. Bir odam tahorati yo'q. Junub emas, shunchaki tahorati yo'q. Ketyapti-da, kanalga tushib ketdi. Shundoq chiqdi. Uni odam tahorati bor. Nimaga? Niyat qilmadi-ku desa, niyat farz emas-da. Niyat sunnat. U odam tushgandan keyin suv o'zining vazifasini bajardi. Ya'ni uni tahoratli qildirib qo'ydi. Agar niyat farz bo'lganda, Alloh taolo oyat karimada niyatdan qilvoling tahoratdan oldin deganda edi, u odam tushib ketganda niyat qilmagani uchun tahorati o'tmas edi. Lekin niyat sunnat bo'lgani uchun, bu qat'iy dalil bilan sobit bo'lmagani uchun, farzlarning qatoriga kirmasdan sunnat qatoriga kirgani uchun, o'sha odam shunchaki kanalga tushib ketib, qaytib chiqsa ham hamma yog'i ho'l bo'ldi, ikki qator emas, juda ham ko'p suvlar oqib ketdi. Tahorat bo'ladi. Namoz o'qisa bo'laveradi. O'shaning uchun niyat sunnat. Lekin sunnat ekan xolos bu deb beparvo qaralmaydi. Chunki bu niyat Alloh bilan bog'lashlik vositasini yana ham yaqinlashtiradi. Niyat go'zal bo'lsa, niyat yaxshi bo'lsa, ibodatda lazzat bo'ladi, shukuh bo'ladi, xushu bo'ladi, huzu bo'ladi. Nima uchun tahorat qilganini inson bila olsa, Alloh taologa qilayotgan sajdasida rohat oladi. Va o'sha tahoratida yuvilayotgan a'zolardan gunoh to'kilib ketayotganini his qiladi. His qilganmisiz? Siz tahorat shunaqa bir katta bir amal deb bajarib qilib ko'ring-da, Alloh taologa bandalik vazifamman deb niyat qilib ko'ring-da, inshaalloh karim bu tahorat eng mukammal tahoratlardan bo'ladi. Demak, bu niyat tahoratning birinchi sunnatlaridan. Ikkinchisi tasmiya aytish. Tasmiya nima edi? Bismillahirrohmanirrohim. Sal qo'shilib turinglar akalar. Bitta o'zi gapiravermasdan charchab qoladi. Sizlarni ham charchatib, uyqularni qochirib, to'g'ri endi ishlangan, issiq kun, charchaladi. Sal qo'shilib turilsa, dialog bo'ladi. Bo'lmasa, hammasi bir tomondan aytiladigan gap bo'lib qoladi. Ilm majlisi shuda, muzokara bo'ladi, munozara bo'ladi, bahs bo'ladi, zo'r bo'ladi shunda, barakot bo'ladi va esda qolishi oson bo'ladi. Men tasmiya esingizda qolib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim degan. Tasmiya Bismillahirrohmanirrohim, ya'ni Allohning nomi bilan boshlash. Basmala ham deyiladi, Qur'on o'qishda ishlatilsa. O'sha oddiy qilib aytganda, tahoratning ikkinchi sunnati Bismillahirrohmanirrohim deb boshlash. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom doim tahorat olganlarda Bismillahirrohmanirrohim deb tahorat olardilar, eslaridan chiqarmas edilar. Chunki qaysi bir ish Allohning zikrisiz boshlansa, uni oxiri yo'q, oxiriga yetib bormaydi. Savobi ham to'liq berilmaydi. Doim hamma ishda mu'min Allohning ismi bilan boshlaydi. Hatto qurbonlik qilayotganda ham Bismillah Allohu akbar deydi. Hamma ishi Alloh taolo uchun-da, biror bir ishini Allohdan boshqa uchun qilmaydi mu'min. Demak, tahorat olyapti, niyat Alloh uchun va boshlayotganda ham Bismillahirrohmanirrohim deb boshlanishi inshaalloh karim eng yaxshi amallardan. Va payg'ambarimiz alayhissalom bir necha hadislarda tahoratdan avval Bismillahirrohmanirrohimni aytishni sunnatligini ta'kidlaganlar. O'zlari ham bajarganlar va ummatga, sahobalar roziyallohu anhumlarga Bismillahni aytishni Rasululloh alayhissalom ta'limini berganlar. Bu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Aytadilar, Abu Hurayra roziyallohu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي. İmam Abu Dawud sunanlarda, İmam Tirmizi sunanlarda rivoyat qilyaptilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytayaptilar. Abu Hurayra roziyallohu anhuni hammamiz yaxshi taniymiz. Hadis rivoyat qilishda birinchi raqamli sahoba. Bu kishidan ko'p yo'q hadis rivoyat qilgan. Birinchi o'rinda Abu Hurayra roziyallohu anhu turadilar. Inshaalloh bu shaharlarda qachondir sahobalar hayoti mavzusida suhbat qilsak gaplashamiz. Akalar gaplashadigan gap ko'p ekan o'zi aslida. Sizlar bo'lsa o'qiyman deyapsizlar. Gap ko'p, sahobalar hayoti, payg'ambarlar qissasi, u fiqh, aqida, tafsir, hadis, sunanlar juda ham ko'p. Faqat charchab qolyapsizlar xolos-da. Demak, Abu Hurayra roziyallohu anhu haqlarida inshaalloh sahobalar hayoti haqida qachondir suhbat qilsak, o'shanda gaplashamiz. Hadis
Payg'ambarimiz alayhissalom tomonidan aytilyapti. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, tahorati yo'qni namozi yo'q. Allohni ismini zikr qilmagan odamning tahorati yo'q dedilar. Bu tahorati yo'q deganda umuman tahorat qilmagan bo'ladimi desa, tahoratining mukammalligi yo'q, kamoloti yo'q. Juda ham go'zal tahorat qilmagan bo'ladi. Misol uchun u odam niyat qilmadi, bismillohni aytmadi, 4 ta farzni bajardi. Tahorat nima bo'lsa tahorat bo'ldi deyiladi. 4 ta farzni bajargani uchun, lekin mukammal bo'lmadi. Sunnatga muvofiq bo'lmadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning yo'llariga muvofiq bo'lmadi. O'shaning uchun sunnatni o'rganamiz darsida mana shular o'ta muhim. Payg'ambarimiz alayhissalom qanday tahorat qildilar deb so'ralsa, birinchi niyatlar bo'ldi va payg'ambarimiz alayhissalomning tahoratlardan avval Bismillahirrohmanirrohim degan so'zlari bo'ldi. Endi qarang, bu hadisni faqat Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilmaganlar. Imom Termiziy o'zining sunanlarida aytadilar. Imom Termiziy sunanni ajoyib yozib qo'yganlar-da. Hadis keltirib, u hadis hasan yoki bo'lmasa sahih yoki bo'lmasa zaif shularni bayon qiladilar. Va roviylarni boshqa roviylardan keltirgan sanatlarni ham keltiradilar. Yo'llarni shunaqa bog'lab tashlaydilar. Juda ham ajib kitob. Imom Termiziyning sunanlari. Aytadilarki, mana shu tahoratdan avval Bismillahirrohmanirrohim degan kalimani mu'minlar aytish haqidagi hadis faqatgina Abu Hurayra roziyallohu anhu dan kelmadi. Bu hadis deydilar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan, Sahal ibn Sa'id roziyallohu anhudan, Anas ibn Malik roziyallohu anhulardan rivoyat qilindi. Qarang bu hadis qancha mo'tabar hadis, qancha roviylari ko'p, sanatlari muttasil, ajib hadis. Bunga amal qilishimiz zarur. Bir marta esdan chiqib qolar bu ham, 2 marta esdan chiqib qolar, lekin doimiy bo'lmasin. Xo'p, boshda esdan chiqib qoldi. Nima bo'ladi? Inson tahorat qilish uchun keldi, niyati yaxshi. Tahoratni boshlaganida qo'lni yuvayotganda esdan chiqib qoldi. Yuzini yuvayotganda esga tushib qoldi. Bismillohni aytmanman-ku. Esga tushgan joyda aytadi. Davom etib ketaveradi. Esga tushgan joyda davom etib ketaveradi. Shunda inshaalloh mukammal sunnatga muvofiq tahorat bo'ladi. Bismillohsiz tahorat komil bo'lmas ekan, bu uslub shunday uslubki, doimiylikka undaydigan uslub. Insonning qalbiga keladida, qiynalib tahorat qilsam, qish demasdan, yoz demasdan, issiqda sovuqda doim tahorat qilsam, lekin mukammal qilmasam, naqadar yomon savdogar bo'ldim men, deydi. To'g'rimi? Mukammal qilish kerak. Bir odam mahsulotlarni olib kelish uchun boshqa davlatlarga chiqdi. Ketguncha jamiki oladigan narsalarni 10 qator, 20 qator esdan chiqmadimi deb eslayveradi. Hatto ishxonasida qolgan yaqinlariga, shogirdlariga telefon orqali bog'lanib, nima esdan chiqqan bo'lsa ayt. Qaytib kelish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Bir to'la hammasini olib ketib qo'ya qolaylik. Bu dunyomiz shunaqa. Sunnat hammasini olib ketib qo'ya qolaylik. Oxiratga borganda qaytib kelish imkoniyati bo'lmaydi-da. O'shanda Bismillahirrohmanirrohim deganingda sen jannat kiritgan bo'lardim desa Alloh, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Qaytar hayotimga desa, endi qaytmaysan deydi Alloh. To'g'ri, tahorat o'tadi, inson jannat kiradi. Insonni doimiylikka undaydigan bu undov demoqchimiz xolos. Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarini mukammal bajarilsa, tahoratdagi sunnatlarni mukammal bajarilsa, farzlari bilan qoyim qilinsa, qaytib kelmasak ham bu dunyoga aniq kelmasligimiz, oxiratda yutib ketamiz amallar borligi uchun. Nimaga buni ta'kidlayapmiz? Hozir chiqayotgan ayrim yoshlar sunnat ekan, xolos chiqarib yuboraveraylik. Bu yaxshi amal ekan, xolos qilmasa bo'laveradi. Sunnat ekan, xolos safarda bu ishni ham qilmasa bo'laveradi. Men ozgina bir mustar holatdaman, noiloj holatdaman. Menga mumkin. Sunnat ekan, xolos. Boshqa pul topishni bunaqa demaydi-da, hayron qolasiz. Eshitganmiz, $10,000 ekan, xolos kechib yordim degan odam eshitganmisiz? Eshitganmiz? Eshitgan bo'lsangiz noyob insonsiz siz. Misol uchun eshitmaganmizda, mana bu savdoyingizdan $10,000 foyda bor ekan desa, 10,000 ekan, xolos-ku, kechib yordim. Eshitganmiz? Iloji yo'q narsa, lekin sunnat ekan, xolos. Sizni pulingizdan sunnat shu qadar qadrsiz bo'lib ketdimi? Sizni uyingizdan, avtomobilingizdan shunchalik qadrsiz bo'lib ketdimi? Shunchalik payg'ambarimiz alayhisalom yo'llarini siz 1,5 ming yildan keyin kiyib olib, hech narsani bilmay, ulamolar yo'ldan yurmay, sunan, sahih kitoblarni o'qimay, biror bir hadisga, yo'lga oid kitoblarni ko'rmasdan turib, shu ekan xolos,
deb qo'yish bu qiyomat kuni ish ko'paytirish. Undan ko'ra qopga hammasini solish kerak. Kerakli toshni og'ri yo'q. Kerakli toshni og'ri yo'q. Oxirat uchun ishlaydi mana shu gap. Sunnatni bajarib solib ketaverish kerak. Yengilni bajarib solib ketaverish kerak. Oldingi ulamolar hayotda gaplashdik-ku. O'lim to'shagida yotganda ham birodarlar kelib, Alloh taolo senga sabr bersin, gunohlaring kafforat qilsin deb chiroyli gaplarni gapirsa, ilmga oid gapni gapirsa, qog'oz bilan qalam bervor deydi o'g'liga qarab. O'lim to'shagida ham ilmni yozib qoldirasanmi deb so'rasa yonidagi birodarlar, qayerdan bilasan? Qiyomat kuni shu meni foydamga hujjat bo'lib qolar, yozib qo'yaveraychi deb turib yozib jon berib olgan. Subhanalloh, oldingi olimlarning hayotiga ko'rsangiz, har bitta lahzasida shuni xurjuni savolishga harakatini qilgan. Alloh aytgandek, fatazawwadu, tayyorgarlik ko'ring oxiratga. Oxiratga tayyorgarlik mana shu bo'ladi. Tahoratlarni mukammal qilish, sunnatlarni mukammal qilish, farzlarni mukammal qilish, oxiratga go'zal holatda tayyorgarlik ko'rib bo'lish. Agar sunnat ekan xolosku deb beparvo bo'laversak, bu qalbi qotiradi oxiri. Nima bo'ladi? Sunnat o'zi nima? Payg'ambarimiz alayhisalom yo'llari, Rasululloh alayhisalom qilgan ishlar. Qilmaymizmi? To'g'rimi? Otamiz qilgan ish qilyapmiz, yurib borib. Onamiz qilgan ish qilyapmiz. Bir akamiz ish qilgan ish qilyapmiz. Buyurgan ishini qilyapmiz. Pul beradi-da u. Rasululloh alayhisalom shunchalik qadrsiz qoldimi yo'llariki, sunnat ekan, xolos bajarmasak bo'laveradi. Sunnat nima? To'g'ri, sen mabodo uni bajarmasang gunoh kabira qilmagan bo'larsan, lekin qiyomat kunida ahli sunna val jamoa ulamolarni aytgan gaplari bor. Shafoatdan benasib qolish ehtimoli bor. Qaysi amalimiz jannatga yetadi biz? Birorta amalimiz yetmaydi. Alloh fazliga oladi. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisalomga mana bu bandalarimni shafoat qiling deb izn beradi. O'sha izinnicha kirib qolsak ham inshaalloh katta gapda. Lekin sunnatni ochiqchasiga tark qilib yurilaversa qiyomat kunida itobga qolinadi. Nimaga men Habibimiz sunnatini bajarmading deb Alloh taolo so'raydi. Va ma yantiqu anil hawa deb havodan olib gapirmaydi bu payg'ambaringiz alayhisalom. Ya'ni shunchaki o'zlaricha o'ylab topib shu ishni men yaxshi ko'rdim qilaveringlar demaydilar. Alloh taoloning boshqaruv nazorati ostida qiladilar. Mana shunday sunnatlarni tark qilmaslik kerak. Ayniqsa bismillohni tark qilmaslik kerak. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi aytadilar. Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhi kim? Fathul Bori kitobining muallifi. Fathul Bori kitob Sahihul Buxoriyning birinchi raqamli sharh hisoblanadi. Sahihul Buxoriy va Buxoriyning sahihlari. Qur'ondan keyingi ikkinchi manba. Qur'onda bitta hukm topilmasa, to'g'ridan to'g'ri Sahihul Buxoriyga qaraladi. Sahihul Buxoriyning ichidagi 7000 dan ziyod hadisni juda ko'p ulamolarimiz sharhlaganlar. 10 dan ziyod ulamolar sharh bergan bu Sahihul Buxoriyga. O'shani birinchi raqamli sharhi Ibn Hajar Asqaloniyning Fathul Bori kitoblari bo'ladi. Sharhi Sahihul Buxoriy. Subhanalloh, mana shunday olim kishi aytayapti. Bu kishini oldiga hech kim tusha olmaydi. Butun ulamolar tan bergan. Ibn Hajarga sharh keladigan bo'lsa bo'ldi, qolgan sharhlar olinmaydi. Nimaga? Chunki buniki mukammal deyshadi. Juda qattiq ishlagan bu hadislarning ustida. Bu kishi juda ham qattiq ish olib borgan hadislarning ustida. Demak, Ibn Hajar rahmatullohi alayhi gaplarini eshitib ko'ramiz. Bismillah deyish haqida hadislarni hammasini jamlasak deydilar. Qarang, bismillah deyish haqida hadislarni hammasini jamlasak bir-birini quvvatlaydi bu hadislar. Shunday quvvatlaydiki, va sunnat ekanini ham bayon qiladi. Endi bunga qanday qilib befarq bo'lish mumkin deydilar. Hadisdan aytdik yuqorida Imom Termiziy falon-falonlardan rivoyat qilingan bu. Hammasini jamlansa bu sunnatli kelib chiqadi. Buni hammasini jamlasak bunga amal qilish zimmamizdagi ish bo'ladi. Bitta odam rivoyat qilsin mayli. Payg'ambarimiz alayhisalom Allohning ismi zikr qilinmagan tahoratda mukammallik yo'q deb turibdilar. O'nlagan sahobalar rivoyat qilyapti. Eng yaqin ayollar Oysha onamiz rivoyat qilyaptilar. Kim Rasulullohga Oysha onamizdan yaqinroq? Kim Rasulullohning amallarini Oysha onamiz roziyallohu anhodan ko'proq ko'rgan? Hech kim. Demak, Oysha onamiz roziyallohu anhoning gaplari ondas. Ya'ni kim rivoyat qilyapti? Abu Hurayra roziyallohu anhu. Bu kishi kim edi? Suhba ahlidan edi. Bu kishi kim edi? Rasulullohning shogirdlari, madrasalarda ta'lim olgan. Bu kishi kim edi? Rasulullohdan ajramagan. Ilm bilan shug'ullangan faqat. Sahobalar roziyallohu anhumlarning ichida eng Rasulullohga
ilmda yaqin bo'ladigan Abu Hurayra roziyallohu anhu. Chunki bu kishi savdo bilan ham shug'ullanmagan. Talib ilm bo'lgan, tajrid olamida bo'lgan bu kishi. Mana shunday olamda yashab Rasululloh alayhisalom yo'llarida ilmni olavergan. Rasululloh alayhisalomning har bitta hadislarini o'zlariga o'zlashtiravergan. Shu kishi rivoyat qilyapti. Yana kim? 10 yoshli bolakay kelib 20 yoshgacha Rasululloh alayhisalomning xodimlari bo'lgan Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Shuncha yaqin sahobalar rivoyat qilganda, qanday qilib bu sunnatni tark etishimiz mumkin? Ya'ni tahoratni qanday qilib bismillahirrohmanirrohim demasdan boshlash mumkin? Bir yigit yoki bir qiz uyimizda kichkina bolachamiz bismillahirrohmanirrohim demasdan ovqat yesa qo'liga uramiz. Bismillohni ayt. Lekin tahoratni bismillohsiz bajarayotgan odamga befarq bo'lib ketaveramiz. Ovqatni yeyilgan paytda uni orqasidan namoz yo'q. Lekin namozga ovqat ham shart emas-da. To'g'rimi? Misol uchun Alloh taolo aytmadiki, namozga tursangiz ovqatlanib oling degani yo'q. Namozga tursangiz tahorat olingiz. Ovqatdan yuqoriroq darajada. Endi buni bismillohsiz boshlashlik juda ham yomon bo'ladi. Qanaqa yomon bo'ladi? Tark sunnat bo'ladi. Tahorat bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin qiyomat kunida o'sha sunnatni bajarib yurgan odamdan orqada qolib ketiladi. Biz bu sunnatlarni shunday bajaraylikki, yonimizdagi birodar bitta sunnatni bajarsa, biz ikkita bajarsak, undan bitta zina tepada turamiz qiyomat kunida. Shunaqa o'ylaylikda, Rasulullohga undan bir qarich yaqinlashamiz. Yana ham oddiyroq aytamiz. Bir yigit 5 mahal tahorat qilganda bismillahirrohmanirrohim deb tahorat qilyapti. Narigi yigit bismillahirrohmanirrohim demasdan tahorat qilyapti. Bir kunda 5 marta u Rasululloh alayhisalomga yaqinlashdi. 5 ta zina yuqoriroqqa chiqdi. Endi bir yilda 364, 365 kun bor. 5 ga ko'paytiring. U yigit 60 yil yashar. 20 yoshda namoz o'qigan bo'lsa, ana boring yoki 12 yoshda namoz o'qigan bo'lsa, 72 ga kirdi, 80 dan o'tib ketdi, 60 yil namoz o'qidi. 60 ni 365 ga ko'paytiring. Chiqqan soni 5 ga ko'paytiring. U qancha Rasululloh alayhisalomga yaqinlashib ketdi. Bu tahoratning bitta sunnat. Uyqudagi sunnatlarni gaplashdik. Hojatxonaga kirish chiqishdagi sunnatlarni gaplashdik. Hozir bu ikkinchi sunnat tahoratda. Birinchisi niyat, ikkinchisi bismillahni aytish. Shuni bajargan odam yutib ketaveradi. O'tib ketaveradi inshaalloh karim. O'shaning uchun buni bajarib borilishlik kerak. Buni ham tushundiga doim bismillahirrohmanirrohim bilan tahorat qilinishi sunnatga muvofiq bo'ladi. Uchinchi sunnat. Ikki qo'lni rusuqlari bilan yuvish 3 marta. Hozir 3 martaligi alohida keladi. Mana o'sha qo'limizni rusuqlari, ya'ni kaftimizni ozgina bilak qismiga yurganda bo'rtib chiqqan joylar bor. O'shani rusuq deydi. Kaft qimirlatadigan joy. O'shalari bilan qo'shib yuvish sunnat hisoblanadi. 3 marta yuvish yana ham sunnat hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisalom mana shuni doim bajarganlar. Rusuq arab tilida bilak bilan kaftni qo'shiladigan joyini aytadi. O'sha rusuqni 3 marta yuvish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bajarganlar. Qo'l, kaft va rusuqlarni qo'shib yuvishlik bu sunnatlardan. Bu sunnatni ham tahorat qilayotgan odam bajaradi. Bu nimaga aytilyapti? Ba'zi bir toifalar chiqyapti-da. Sunnat kerak emas. 4 ta farz bajarsang bo'ldi. Yuzni yuv, qo'lni yuv, oyog'ini yuv, bosh shundoq masni tortib qo'y ketaver. Shunaqa toifa odamlar ertaga ildiz otib sizni choyxonangizda birga o'tirib qoladi. Yo'lda siz bilan gaplashib qoladi. Siz tahorat qilayotganingizda sizni chalg'itishga harakat qiladi. Go'yoki uni hujjatlari kuchlidek bo'ladi. Alloh buyurdimi, bo'ldi-da deb qo'yadi. Bizga qolgan narsa shart emas-ku deb qo'yadi. Bunaqa aqlli gaplar insonni, ayniqsa kitob ko'rmagan insonni sekin domiga tortadi. O'sha paytda birodar, sen yo'lingdan yuraver, biz sunnatga amal qilaveraylik. Bu haqda ulamolarimiz bayon qilib ketgan. Sen kimsan ularning oldida? deb aytsangiz bo'ldi. U uyiga borsangiz, bolasini eplay olmagan bola bo'ladi-da. Xotini bilan chiqisha olmaydigan bola bo'ladi. Xotinni yo'lga solmagan, sizni kelib turib yo'lga solishga harakat qiladi. Hayot parokanda bir ishini qo'ldan tutmagan bola bo'ladi. Lekin butun jamiyatni u yoqdan bu yoqqa o'zgartirib yuboraman deydi. O'zgartirganda ham yaxshi tarafga emas, sunnat tark etish tarafiga. Go'yoki u biladi, qolganni birortasi bilmayapti-da, ulamolarimiz bilmaganda, shuncha ulamolarimiz bayon qilib turibdi. Bu bayonga biz labbay deyishimiz kerak. Shuncha sahobalar bunga
hadislarni rivoyat qilib turishibdi. Demak, biz buni doim bajarishimiz kerak. Hattoki uyqudan turganda sunnatda aytdik-ku, bir odam uyqudan tursa, qo'lini 3 marta yuvsin idishga tiqishdan avval dedilar. O'sha hadisni bir eslab ko'raylik-da. Izastayqaza ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadahu. Sizlardan biringiz uyqudan uyg'onsa, idishga qo'lini solishdan avval qo'lini 3 marta yuvsin. Chunki sizlar bilmaysizlar, qo'lingiz kechasi qayerda tunab qoldi. Boshqa bir hadislarni ko'rinishda keladi, qayerda tavof qilib ketdi u qo'lingiz, qayerda aylanib keldi u qo'lingiz, bilmaysiz uxlagan paytda. O'shaning uchun qo'lingizni idishga solishdan avval uyqudan tursangiz 3 marta yuving deb payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar. Mana shu joyda ulamolarimiz ajib bir foydani olishadi-da. Ya'ni inson uxladi, turgandan keyin qo'lni pokligiga shubha qilyapti endi. Qayerda tunadi ekan? Qayerlarda aylanib chiqdi ekan bu qo'l uxlagan paytda? Dizi. Chunki inson uxlaganda biror joyi qachib qolsa, oyog'i bilan qashimaydi, qo'li bilan qashiydi, to'g'rimi? Burni bilan qashimaydi, qulog'i bilan qashimaydi. Har bitta joyga qo'l kechish ehtimoli yuqori. Demak, siz bilmaysiz, kechki payt qo'l qayerlarni qashib chiqdi yoki tunab qoldi. O'sha demak shubha ostiga tushdi. Hanafiy mazhabida ulamolarimiz juda katta qoida olishadi. Qoidani ko'ring. Agar bir narsani nopokligiga shubha bo'lsa, ya'ni pokligiga shubha bo'lsa, 3 marta yuvish bilan poklanadi, mana shu hadisga muvofiq deyshadi. Bir qoshiq qarab turibsiz, qarasangiz turibdi, shu qoshiqda ovqatlanmoqchiman, lekin sal ko'nglim bo'lmay turibdi. Dedingizmi, 3 marta yuvish bilan poklanadi o'sha narsa. Mana shu qoidani ishlab chiqishdi. Chunki uxlagan odam qo'li qayerda tunaganini bilmayapti, shubhalanyapti. Mana shu shubhani ketkazish uchun 3 marta yuvish kerak. 3 marta yuvish bilan poklanadi. O'shaning uchun bu hadislar, yuqorida o'tilgan so'zlar hammasi tahoratda ham inson yaqinlashar ekan, qo'li qayerlarda borib keldi, qayerlarga kelib keldi bilmaydi. O'shaning uchun niyat bismillahirrohmanirrohim, keyin 3 marta qo'lni yuvsin. Nimaga yana savol tug'ilaveradi. Undan keyingi bajaradigan amallari og'iz bo'shliqlari bilan ishlaydigan amallar. Qo'lingni og'zingga 3 marta yuvmasdan solmagin degan ishora bor. Keyingi sunnatga bu sunnat bilan tayyorgarlik ko'rish. Undan keyingi sunnat og'iz chayqashmadi. Og'iz chayqashda undan oldin misvoqlar ishlatiladi. Hozir o'tamiz, vaqtimiz yetsa. Misvoq bo'lmasa, hozirgi tish pastalari ham o'tadi. Bo'lmasa, tish pastasi ham bo'lmasa, qo'l barmoqlar uni o'rniga o'tadi. Ishqab tashlashlik og'izni. Demak, inson og'izga barmoqlarini kirgizar ekan, 3 marta yuvolishligi haqiqat ekanmi? Bu sunnatligi, payg'ambarimiz alayhisalomning yo'llar ekanligi bayoni aniq ekanmi? Payg'ambarimiz alayhisalom hech qachon tahoratdan chiqa solib barmoqlarini bunaqa holatda ishlatmaydilar-ku, 3 marta yaxshilab yuvib, keyin ishlatadilar. Shunchalik pokiza insonlar. Shubha bo'lmasligi kerak, payg'ambarimiz alayhisalom 3 marta yuvdilarmikin qo'llarini? Yuvganlari aniq, hadislarda bayoni turibdi. Hadislarga bayoniga qarab ham shu hukm chiqyapti. Aqlga solib ko'rsak ham payg'ambarimiz alayhisalom eng ozoda, eng pokiza, eng yaxshi inson mumkin emas. Tahorat qilganda to'g'ridan-to'g'ri barmoqlari bilan og'izlarini chayqab tashlashlar. Avval qo'llarini 3 marta yuvganlari bu aniq. Demak, bu sunnatni ham biz tushundik. Endi akalar 4-sunnatga o'tsak bo'lardi-yu, vaqtimiz ham bo'lib qoldi. To'g'risi charchagansizlar. Har kuni ma'ruza, ertaga juma ma'ruza yana. Shanba yana ma'ruza. Sizlar ham charchaysizlar, to'g'ri. Demak, 4-sunnatni keyingi safar o'tamiz. U misvoq haqida, undan keyin yana 7 ga yaqin sunnat bor. Undan keyin odoblar bor. Undan keyin makruhotlar bor. Nima ishlar qilmaslik kerak tahoratda? Shularni ham gaplashamiz inshaalloh. Misvoq haqida keyingi safar oddiy to'xtalib ketamiz. Misvoqning sunnatligi alohida bayon qilinadi, tahoratdan tashqari holatda ham. Biz inshaalloh shu sunnatni o'rganamiz suhbatlarimizda. Misvoqqa alohida bir darslik qilib, bir kun misvoqni o'tamiz alohida. Qayerlarda misvoq qilinadi, qanday qilinadi, nimalardan qilinadi, inshaalloh bularni ham bayonini gaplashamiz. Alloh qabul qilsin. Bugun demak tahorat farzlarini o'rgandik, 4 ta farzini va sunnatlardan 3 ta sunnatni o'rgandik.
Inshaalloh keyingi safar sunnatni davom ettirib ketamiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.